24 volt akkumulyatordan bir emas, ikkita bo'ladigan eng full komplektatsiyadagi Geometry mashinamizni hozir yig'ish jarayoni start stop orqali zavod bo'ladi. O'zini monitori ham bo'ladi. Monitorida bemalol multfilmlarni ko'rib foydalansa bo'ladi. 10-12 yoshgacha bo'lgan bolajonlar uchun mo'ljallangan, kapotlari ochiladigan bo'ladi. Zapaskasi rostigasin balon bo'ladi. Bemalol olib ishlatsanglar bo'ladi. Oldi laboylarni taqdik. Kapotini qo'ydik. Kapotlar joyiga tushadi. Yon eshiklarni hammasini ligirovkalarini qo'yamiz. Oldinda orqasini, sidenalarini, rullarini hammasini joy-joyiga qo'yib, bitta yaxshilab tekshirib, xudo xolisa test drive qilib ko'ramiz. Oshnani polni yig'ib bo'ldik, xudo xolisa hamma yog'ini tekshirdik. Hamma yog'i chotki. Nomerlargacha ham taqib qo'ydik. Nomerlarga e'tibor berishingizni so'raymiz. Buni zakazga andijonlik okalarga yangisini yig'ib tayyorlab berdik. Xudo xolisa o'zlari kelganlar, olib ketadilar, tekshirib oldilar hamma yog'ini. Dokumentlari, zaryadkalari, bakoylarini borganini qo'yib oladilar. Hamma narsasi ichida. Turgan Pravatex pasportigacha qilib, xudo xolisa tayyor qilib qo'ydik. Sizlarga ham shunaqa sifatli mashina kerak bo'lsa, bemalol telefon qilsanglar bo'ladi.